Biz bilan bugun Nanji, xush kelibsiz. Rahmat. Прям такие слова. Sizga bu qadar bir oy kelmasdan turib, shundoqqina endokrinologga borib o'shani davosini olib to'g'rilasachi. Xo'p, operatsiyaga tayyor bo'lamiz-da. Har xil strashniy diagnozlarni eshitishga tayyor bo'lamiz. Nimaga? Porno filmlarini ko'rishlikni xuddiki ba'zi bir erkaklarga taqiqlash kerak. Kameralarni olish iloji bormi? Chunki men ko'ryapman, ko'z qarashi boshqacha. Ayollar o'ylaydiki, erkak kishi ko'chaga chiqib shunaqa qilib chiroyli kiyinib yuradi. Albatta, ularni miyasidan tanasiga tushirishim uchun necha marta hisoblaganman, 55 minut vaqt ketadi. Reklamaga muhtoj emasmisiz? Zirabchaga taklif qilgan paytlarida ularda shunaqa savol tug'ildi-da. Sizni tans terapiyangizda qanday yechimlar bor? Kibr juda ham завышенный, shu uchun men keyin ularni tushiraman. Tizzasiga, давайте tizzamizda. Boshlashimizdan oldin menda ham hayajon bor. Da, qanaqa o'tadi, nima? Men tushib olishim uchun Raqsga tushdingiz va bu obyektivga qarab aytaman, aynan mana shu raqsni ko'rasiz. Qo'yamiz buni. Assalomu alaykum. Yana taraflardasiz. Bugungi ekspertimiz hammasidan boshqacha, hammasidan o'zgacha. Uni olami bor, uni dunyosi bor. Agar u bilan qisqa soniya ichida birga bo'lsangiz, sizni o'z olamiga g'arq etadi, o'z olamiga chaqiradi. Biz bilan bugun Nanji, xush kelibsiz. Rahmat. Прям такие слова. Nima uchun hozir sizni qaysi yo'nalishlarda faoliyat olib borishingiz haqida gapirmadim? Chunki ko'p tarmoqli faoliyatingiz bor. Shuning uchun o'zingiz tanishtirsangiz, bu yana ham osonroq bo'ladi bizga. Rahmat. 9 yildan beri tans terapiya yo'nalishida ishlayman. Bu tanaga yo'naltirilgan terapiya. Aslida ichimizda qanaqa emotsiyalar yig'ilib qolgan bo'lsa, alam, g'azab, nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqayki muammo bo'lsa, shuni tanasida yashab o'tib qo'yib yuborish. Aslida ham tanamiz orqali gaplashish, ochilish, hammasi shu to'g'risida. Undan tashqari bu yo'nalishimga yana yaqin yo'nalish paydo bo'ldi, bu seksoterapevtlik. Ya'ni biz xohlaymizmi yo'qmi, ayollar to'qnash keladi mana bu har xil og'riqlarga, ayniqsa jinsiy aloqada turmush o'rtog'i bilan. Mana shu paytda seksoterapevtlik judayam asqotda ularni ichidagi o'sha ildizi bilan olib chiqish. Qayerda o'zi yotibdi? Mana bu asosan aybdorlik his tuyg'usi va uyat fundamentida shundan kelib chiqadi qolgan muammolar. Xo'p, mana tana bilan ishlayman dedingiz. Tana bilan ishlayotgan paytda sizga kelayotgan, murojaat qilayotgan insonlarni yeyotgan yoki ichayotgan mahsulotlari muhimmi? Chunki tanaga nima yesang, biz o'shamizda bir ta'limot bor, tushuncha bor. Bu qay darajada ketadi? Nima yeb, nima ichsa ham kelib tanasini to'g'irlash uchun, o'sha emotsiyalarini chiqarish uchun bu qadar buni qaysi ma'noda balans qanday olinadi? Bu ham muhim. Qachonki ichidagi o'sha og'riqlar chiqib ketgandan keyin anglasa, mana shu payt o'zi o'sha chipsiga ham yoki kolasiga ham tortmaydi uni. Biz nima qilamiz? Zayidat qilamizda, o'sha og'riq borki, shu bosamiz keyin har xil shirinliklarni ketma-ket yeyveramiz. Tuysa ham, yana tuyganini ham bilmaydi-da o'zi aslida. Ko'pchilikda shunday bo'ladi, yeyveradi. Bu muhim. Agar buni ham birgalikda olib borsa, вообще zo'r bo'ladi. Qarang. Og'riqlar yo'q, sevgi yo'q, qanaqadir alamzadalik yo'q, faqat gormonlar bor desam nima deysiz? Gormonlar nima degani u? Ya'niki inson gormonlar o'ynayotgan bir paytda gormonal balans buzilsa, sevib qolishi mumkin. Gormonal balans buzilganda shirinlikka tortish mumkin. Balans buzilganda achchiq narsaga tortish mumkin. U qadar uni alamlari, achchiqlari emas, gormonlarni narusheniyasi, Gormonlarga kim signal beradi? Ong? Miya. Miyadagi hamma o'sha butun mana bu operatsiyonka da miyangizda nimaiki bo'lsa, qanaqa kartinka bo'lsa, ana shu upravlять qiladi har bitta gormon bilan. Demak, nimadir yoqmadiki unga, kortizolchaga signal beradi. Keyin kortizol o'zinikini ko'rsatishni boshlaydi, to есть stress gormoni. Stress bo'ldimi, albatta zayidat qilgisi keladi, ko'p ichgisi keladi, kimni nimaga tortsa, achchiqqa, shiringa. Miya boshqaradi-da. Xo'p, qarang. Sizga kelib tans terapiyada uni o'sha baqirib chiqarish mumkin, harakat qilib terlab chiqarish mumkin. Shundoqqina bugun zamonaviy juda zamonaviy kasblar yoki zamonaviy meditsina rivojlanib ketgan. Sizga bu qadar bir oy kelmasdan turib, shundoqqina endokrinologga borib o'shani davosini olib to'g'rilasachi. Vrachlarimiz asosan o'sha problema, muammo bor, kasallik bilan ishlaydi-da. Shuni yoki rivojlantirmaydigan darajaga olib boradi. Yoki dori ichib turadi-da.
ozgina yaxshi bo'ladi. Uni ildizi bilan ishlamaydi. Ildizi ko'pincha aynan qaysidir ustanovka, introyeksiyalarni hisobiga bo'ladi. O'sha yoshligidan qolib ketgan. Qaysidir jarohatlari evaziga bo'ladi. Va bu ustiga sloy bo'laveradi. Bizlar nima o'rganganmiz? Bizga nima his-tuyg'ularimizni namoyon qilishga unchalik ham ruxsat bo'lmagan yoshligimizdan. O'chir, jim o'tir, ovozingni chiqarma. Ayniqsa erkaklarga masalan aytishi mumkin-da, sen erkaksan, sen soldatsan, ko'rsatmagin-da ko'z yoshingni. Yoki qiz bolaga, sen qiz bolasan, ovozing chiqmasligi kerak va biza asosan emotsiyalarimizni bosishga o'rganganmiz. Mana bu yerda hammasini chiritib, keyin har xil hidlar chiqadi. Biza o'zimizcha face full qilishimiz mumkin, o'zimizga faqat fasad tomondan qarashimiz mumkin. Ichi-chi, uni ichi qanaqa holatda? Shuning uchun ichki hissiyotlar bilan ishlash kerak-da. Tans terapiya haqida gapirdingiz. O'zbekistonga kirib kelganiga qancha bo'ldi va uni vatani qayerda? Vatani Angliya. 1946-yilda paydo bo'ladi bu va buni bitta baletmeyster bilib qoladi. Juda ham qattiq qo'l bo'ladi-da, lekin uni o'quvchilari o'zi xohlaganday raqsga tusholmaydi-da. Keyin tanaffus vaqtida qaraydi, ular improvizatsiya qiladi. Improvizatsiyasi ham shikarni bo'ladi. Keyin bu aytadi, qilinglar deydi, improvizировать qilinglar deydi. Keyin qarasa, improvizatsiya vaqtida ularda naborot his-tuyg'ulari bilan zo'r chiqishni boshlaydi va bora-bora buni psixoterapiyada qo'llaydilar. Bilmayman nima uchun bizning O'zbekistonda qo'llamasalar kerak. Oxirgi 20-25 yil ichida bu Rossiyaga kirib keldi. Oxirgi 9 yil ichida men O'zbekistonda bu haqida bo'ng urib, baqirib aytaman, что mana bunaqa yo'nalish bor. Ha deb dori bilan ichiverish bilan kifoyalanib qolmang. Yoki endokrinologga qatnab yillar davomida. Siz buni ham qo'shing. Biz sportga boramiz, plavaniyada, fitness bilan shug'ullanamiz. Lekin u yerda qanday qilib shug'ullanasiz? Yana shtanga ko'taradi kimdir yoki yuradi. Men bu yerda ichidan ovoz chiqish kerak-da. Yoki vidih bilan chiqaraverish kerak. Biz bosib qo'yganmiz-ku, mana shularni chiqargan paytingizda va mana shu og'riqlarda tana o'zi harakat qilgisi keladi. O'z o'ylab ko'ring. Sizda qanaqadir og'riq borda, shu chiroyli chiqishi mumkinmi? Chiroyli chiqadimi? Chiqmaydi. Prям g'azab bilan chiqishi. Butun tanangiz prям har xil holatga kiradi. Qo'llaringiz mana shunday bo'ladi, nimadir yurtgisi keladi, bo'kirgisi keladi. Ana shu momentda chiqaraverish kerak-da bu narsani. Lekin bunga tayyor bo'lish ham oson emas-ku. Xo'p, operatsiyaga tayyor bo'lamiz-da, har xil strashniy diagnozlarni eshitishga tayyor bo'lamiz. Nimaga? Bu bor yo'g'i tana harakati-ku. Tana harakati orqali chiqaraversa va hozirgi kunda ayollarda bu juda ham zo'r unikalniy bor imkoniyat. Men xohlardim har bir erkak ham shu bilan shug'ullanishni. Chunki erkaklarimiz yutadi-da ular ko'proq. Ular namoyon qilmaydi o'zi, chunki biz ularni doim kuchli bo'lishing kerak deganmiz-ku, ularga xos ham emas-da bu narsani chiqarish. Biz balki o'sha to'ylarda, boshqada yilda bir marta, ikki martada ham o'zlarini davolayotgan bilmasdan shu bilan shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin. Ichadi, erkaklar chakadi, mana shunisi bor. Shu bilan chiqib ketadi deysizmi? Yo'q, chiqmaydi, u vaqtinchalik bo'ladi. Bor yo'g'i mana shu hozirgi turgan realnosti yoqmagani uchun ishtida boshqa holatga tushdi. Lekin bu boshqa holat unda vaqtinchalik bo'ladi. Ilmingizni targ'iboti u qadar yuksak emas, ya'niki bu qadar tarqatilmagan yoki bu qadar ko'pchilikdan eshitmagan. Buni sababi nima? Mana 9 yil avval asoschi sifatida biz taniydigan inson siz olib kirdingiz. Lekin 9 yil vaqt ichida bu juda keng tarqab ketish kerak edi-da. Masalan, poytaxtda bu ancha urfga o'tgan, buni ko'pchilik biladi. Nima uchun chekkadagi ayollarimiz bilmaydi yoki bu qadar uning reklamalari yo'q yoki unchalik reklamaga muhtoj emasmisiz? Ya'ni bu sizning yo'nalishingizda reklamaga muhtoj emas. Reklama qilinmagan. Mablag'im ham bo'lmagan ochiqchasiga reklama qilishga. Hozirgi kunda Instagram orqali reklama qilish mumkin. Va men o'ylagandimki, Zirabchaga taklif qilgan paytlarida ularda shunaqa savol tug'ildi-da. Rejissyorida aytdiki, bizda qaysidir bir qaysidir potokda xullas shunaqa bo'ldiki, qizlar juda ham xirsiy xatti-harakatlarni qilishdi kameraga qarab. Hech qaysi psixolog ayta olmadi nima sababdan bunday bo'ldi. Lekin hammasi yaxshi bo'layotdi, risoladagidek bo'layotgan edi. Ammo aytdim, siz uni
ishladingizlarmi ularni женственности bilan, ayollik energiyalari bilan, shu haqida ilm olgandir. Ha, bo'ldi bu to'g'risida. Tana nima qilsin, bechora, tanadan chiqib ketish kerak-da, o'sha nima harakat orqali. Va ular bor yo'q shu harakatni qilardida, keyin tinchlanishi mumkin edi. Ular nima qilishdi? Sizlar yana yomonlik qildingizlarmi, как бы sizlar uyat deyishdida ularga. Ularni akasi chiqarib yuborishgan ekan keyin. Men o'ylaymanki, bu noto'g'ri. To есть men keyin hammasini tushuntirib berganimdan keyin ular qiziqib qoldi bu yo'nalishga va biz sizni taklif qilamiz deyishdi. O'sha oxirgi sonida qatnashdim. Albatta, men o'ylaganchalik yoritib ochib bera olmadilar. Shunchaki raqs sifatida qaradilar, lekin men uchun muhim edi o'sha yerdagi qatnashayotgan qizlarning holati. Chunki psixoterapevt, psixolog ishlayapti-da, tana уже ko'tara olmaydi. Keyin menga aytishdiki, Nodira opa, siz darsingizga jiddiy qaramayapti. Menga umuman kerak emas jiddiy qarashi. Menga kelib borib chiqarsin. Keyin men iltimos qildimki, kameralarni olish iloji bormi? Chunki men ko'ryapman, ko'z qarashi boshqacha, tana harakati boshqacha, miyasida butunlay disbalans bo'ladi-da. Bilib turadi o'zi shunday oynaga qarab raqsga tushayotgan paytda. Ular aytishdiki, yo'q, biz kameralarni olib tashlamaymiz. Va ular samimiy bo'la olmadi. Boricha harakat qildi qizlar. No, bu ham ancha ularga yordam berdi. Men so'ramda, sizlarda bo'lmadimi, nima deydilar, transformatsiya jarayonida qanaqadir o'zidan chiqib ketish, ko'tara olmaslik bo'ladi-da tana. Keyin aytishdiki, ha, bittasi odikolovni ishda, bittasi ham chakishni boshladi. To есть tanaga ham yordam berish kerak. Tanaga g'amxo'rlik bu qadar boshqacha bir ilm ekanligi mana hozir e'tiborimni tortyapti-da. Sela nash xram. Ya'niki aqliy bilimlar bor, ruhiyat bilimlari mana ochilib kelmoqda. Endi tana bilimlari, tana ilmlari ochiladimi shunda? Bu sizlarni qaysi yo'nalishingizda? Qanday? Hammasi birga bo'ladi-da, mujassamlashgan bo'ladi. Ham tana, ham qalb, ham ong. Alohida emas-da. Biz shug'ullanamiz odatda alohida. To есть sportga borasiz, faqat tanangizga qaratilgan bo'ladi. Shu yerda lifehack aytishim mumkin. Masalan, siz begovaya дорожкаga turdingiz, mana shu yerda xayolan maqsadingizni qo'yishingiz mumkin-da. Siz juda ham qiynalasiz 40 minut yurishga yoki 30 minutda yurishga. Mana shu payt siz agar xayolan maqsadingizni qo'ydingizda ketyapsiz o'sha tomonga, maqsadingiz sari. Ana shu paytda siz avtomatik miyangiz bilan ishlaysiz. To есть tana harakatda miyaga signal yuborasiz. Mana buni imkoni bor, mana buni qila olaman degan narsa bo'ladi. Mana sport zalga boruvchi bugun ko'proq ayollar yoki bolalar, yigitlar borgan chog'ida ham ularga turli ichimliklar taqdim etiladi. Tezroq muskuling chiqadi yoki mana buni ichasan, charchamaysan, energiya beradi bu. Sizda qanday kechadi? Bu kelayotgan o'sha mijozlaringizga nimadir tavsiya qilib, tez charchayman desa, mana buni ichib siz harakat qilishingiz mumkin. Yo'q, umuman, men faqat his-tuyg'ular bilan ishlayman. Uy hayollari, his-tuyg'ulari hamohanglikka keldimi? Sani qalbing bilan miyangdagi uy hayollaring bitta to'lqinga kela oldimi? Bizda ko'pincha bunday bo'ladi-da. Qalbingizdan nimadir istaysiz, lekin jamiyat sizga nimadir deydi, siz fikrlaringiz boshqacha, tana butunlay charchagan, umuman boshqa narsa. Men bu yerda disbalans, razdrayv, prям tana, to есть siz uch bo'lak bo'lasiz-da. Mana nima uchun ko'pincha aytayki odamlar, men charchadim, yashagim kelmayapti, men o'zim nima xohlashimni ham bilmayman. To есть disbalans bo'ladi. Hech nima ichirmayman, faqat suv olib keladi. Sportivniy forma bo'ldi. Menga любой kayfiyatda kelishingiz mumkin deyman. Xohlagan qanaqa kayfiyat bo'lishidan qat'iy nazar og'rig'iga kirgizib, keyin yana olib chiqib ularni ko'tarinki ruhda chiqib ketadi hammasi. Bu jarayon necha soat davom etadi va nechta inson bo'ladi mana o'sha sizni shug'ullantirayotgan paytingizda? Hozircha 18 ta 20 ta maksimalni ishlab bilaman offline tarzda. Va bu 2,5 soat davom etadi. Kunni qaysi qismida bo'lishi, buni hammasi umuman farqi yo'q. Irqi, jinsi, yoshi umuman farq qilmaydi. Bu borada yigitlar ham bormi siz guruhlaringizda? Yigitlar yo'q, lekin erkaklar so'raydi. Bu narsa. Juda ham xohlardim erkaklar ham. Men qatnashsam maylimi, nima bo'libdi? Bitta ikkita chiqib qoladi bir 100 tadan. Chunki menga kerak, menda stress bor, men bilib turibman, men zojdaman, to есть здоровый образ жизни, men xohlamayman, lekin men o'qib chiqdim, xohlardim, aytaman, yo'q, siz qabul qila olmayman, chunki ayollarim ochila olmaydi. Hattoki ayollar o'zimni, hamma ayollar shunda ham ochila olmaydi ular. Albatta, ularni miyasidan tanasiga tushirishim uchun necha marta hisoblaganman, 55 minut vaqt ketadi.
bir soat davomida faraz qiling qarab turishadi. То есть man ishlayman-ku gorlovoyda, man bir челюстной zajimlar bilan, diafragmalniy, mana bu yerda qalb og'rig'i, strahda, qo'rquvlar bor. Ular bilan to'paytabni ishlaganimizcha ularga noodatiy-da bu narsa. Qarab turishaman, qo'limni biqinga qo'yib, mana bunga qarab o'tirishadi. Keyin kibr juda ham завышенный, shu uchun men keyin ularni tushiraman tizzasiga. Давайте tizzamizda emaglaymiz, yuramiz. Bu narsalar noodatiy-da ularga. Xo'p, mana ayollarning o'sha alamini chiqarib boshqadingiz. Erkak kishiga qanday foydasi bor? Ayolni sizni oldingizga kelib, mana hamma agressiyalarni chiqarishi, tanasini ishlatishi boshqasi. Erkaklarga qanday xayrli taraflari qiziq? Chunki sizni oldingizga erkaklar yuboradi ayollarni birinchidan, ikkinchidan siz oldingizga kelayotganlar albatta erkagiga tushuntira olgan, uni ruxsatini ola olgan va bu hammasi shunchaki emas, o'zini to'lovlari bor, qilish kerak u pullarni ham bugungi kunda erkaklar. Ular qanday tushuntirib kelar ekan, bu qiziq. Bizni kursimizga kelgan ayol jahldor bo'lmaydi. Ya'ni ko'tarinki ruhda bo'ladi, kayfiyati joyida bo'ladi, chunki u og'riqlarni yashab o'tdi, qo'yib yubordi, kerakli joyda. Ya'ni meni darsimga kelgan ayollarga baqirish ham, so'kish ham, urishish ham, emaglash ham, hamma narsa mumkin. Ya'ni tug'ilish jarayonidan boshlab hozir nechaga kirgan bo'lsa, o'sha vaqtda destruktiv qanaqadir programmalarni yashab o'tadimi? Demak, bu o'zi bilan olib yurgan shu yukni, og'riqlarni uyida emasda, darsda tashlab ketadi va uyida u xursand ayol bo'ladi. Xursand ayol qanaqa energiyada ovqat pishirishi mumkin? Ovqati ham shirin bo'ladida, farzandlarichi. Eng ko'p eshitadiganim ayollar aytadiki, erim bilan urushib qolsam, alamimni bolalardan olaman. Bu eng самый жестокий narsa. Bolalariga baqirmaydi. Yana ko'p eshitganim hayz siklida ko'p ayollarda og'riq bo'ladi, og'riqlar yo'qoladi. Va bu men qanaqadir bir ahalay qilmayman u narsani. Bu hammasi siz o'zingiz erishasiz shu narsaga. Men bor yo'q trayektoriyasini ko'rsataman, bor yo'q sizga podskaska qilishim mumkin-da. Sizda hozir mana bu jarayon, давайте mana bu yoqdan o'tamiz-da. Aziz erkaklar, bu ayolingiz qanaqadir o'sha ko'p yig'loqi yoki siz bir ishingizda xalal berayotgan joy yoki farzandlarga baqiroq bo'lib qolgan bo'lsa, kayfiyati bu qadar mo'tadillikdan chiqib ketib yuqori emas, past kayfiyatda yurayotgan bo'lsa, bu holat sizga yoqmayaptimi? Marhamat, tans terapiyaga o'zingizni, sevgili yoringizni yuboring va oilangizdagi aynan mana shu kayfiyatni boshqarilishi va kayfiyat yaxshi tarafga, plyus tarafga o'zgarilishi bugungi aynan O'zbekistondagi tans terapiyani muallifidan ajoyib bir ko'nikmalarni oladi va uyda uni qo'llaydi. Balki erkaklar, sizga kela olmagan erkaklar ayol orqali buni o'rganadi. Yana men bitta narsaga aksent nimani qarataman. Bizani eng asosiy energotsentrlarimiz birinchi va ikkinchisi bor. Ikkinchisi bu yurak, birinchisi bu ayollik organida. То есть bu narsani ikkalasi birgalikda hamohanglik bo'lishi, ya'ni o'sha erkak kishiga nisbatan faqat men aytaman-da ayollarga, siz seks mashinaga aylanib qolmang. Chunki bizda nima hozir targ'ib qilinyapti? Mashina xohlaysanmi, pul xohlaysanmi, buni xohlaysanmi? Demak, ering bilan yaxshi bo'lsang, yotoqda, demak, seni hamma narsang risoladagidek bo'ladi-da. Ya'ni Instagramni hayotga yaqinlashasan, sayohatlarga chiqa olasan. Buni ortida manipulyatsiya bor-da, to есть dashna dash. Davay sen menga, men senga. U erkak kishi ham bu energiyani his qiladi-ku. Men doim aytaman, siz mana buni qo'shmagunizcha, yurakni ochmagunizcha, siz bor yo'g'i faqatgina mashinaga aylanib qolasiz. Shu uchun eng asosiysi men darslarimda mana shu hamohanglikka olib kelish. O'zini qabul qilish haqida gapiramizda, lekin o'zini ayolligini qabul qilmaydi. Kim u o'zing? O'zing kim? Lekin bilasizmi, oxirgi yillarda mana shu erkak va ayol munosabati bu qadar parda ortida turganda, hech qachon bir oldi tarafga chiqmagan. Bunga to'xtalish, bu reklamada ko'rayotganlarimiz yoki bu haqida gaplar, shu qadar oilalarning ko'p buzilishi yoki tushunmovchiliklar mana shu erkak va ayolni chuqur munosabatiga borib taqalayotgani ham qiziq. Men avvallar bunga to'xtalmagan, qiziq bo'lmagan insonlarga. Hamma shunda sog'lom yashagan avvallar. Aytilish mumkin bo'lmaganmi shunda? Sen haqqing yo'q gapirishga, sen chiddiysan degan kredo ostida, sho'r ostida
yashalganda ayollar chidab yashagan. Hozirgi kunda shunchaki noqulay ayolga aylanib qolyapti-da. Doimiy ravishda u jim yurgan bo'lishi mumkin. Va bu yerda men hozir ayol kishini oqlab, erkak kishini qoralamoqchi emasman hech ham. Mana shu erkak kishini kim o'stirdi? Qaysi ayol? Ona-ku, da, to есть u ham ayolda va o'sha ayol ham buni manipulyatsiya orqali o'stirdimi? Sen mana bunday qilsang bunday bo'ladi. Seni xotining bunaqa bo'lishi kerak-da yoki sen erkak bo'lsang bunaqa bo'lishi kerak. Bizda sevgi targ'ib qilinmaydi-da. Hamma bir-biriga qanaqadir moslashishi kerak. Keyin katta bo'lgandan keyinchi, erga tekkandan keyin yoki turmush qurgandan keyin hamma bir-birini anaqa bilan oboradi. Tarbiyalash va o'zgartirish bilan o'zgarmaydi bo'ldi. 0 yoshdan 7 yoshgacha заложено programmalar ham hammasi introyeksiyalar qo'yilgan. Katta bo'lgandan keyin sizni o'zgartira olmaysiz. Shunchaki agar yechimga qaratilsa, ya'ni hozir hayot uncha yaxshi emas-da, oilaviy deylik. Ikkalasi o'tirib agar nimani xohlaymiz ikkalamiz, qayerga bormoqchimiz? Nima qilmoqchimiz? Er-xotin deylik. Yozda sen bilan kel Dubayga boramizmi, Turkiyaga boramiz desinda, qanday boramiz? Agar er ham xohlasa, xotin ham xohlasa, qarang, sizni oyligingizni yig'amizda, mana bu yerdan oziq-ovqatga mana bu yerdan ishlatamizda, to есть bitta yechimga keladi. Xuddi shunday oilada ham agar ular o'zaro suhbatlashib topsa, допустим, aytsa, ha, mana shu yechimga mana shu yerga kelmoqchimiz. O'shandagina birga bora oladi. O'shandagina oila o'sadi, rishtalari ham mustahkamlanadi. Bizada nima? Hamma ko'rpani o'ziga tortadi-da. Shu uchun ham ochiqchasiga, hozirgi vaqtda sifrovoy mirda уже oldingidek yopib ham bo'lmaydi bu narsani. Rivojlangan sari bu ochilaveradi. Yana shu momentda все-таки har bir ayol kritik mishleniyasini rivojlantirishini va o'zini chig'irig'idan o'tkazishini tilagan bo'lardim va bu uchun albatta o'qish kerak. Erkak ham ayol ham o'qish kerak. Kim nima dedi yoki ota-bobolarimiz mana shunday ish tutgan, hozir sen ham xuddi shunday yashashing kerak deganiga men qo'shilmayman. To'g'ri, qaysidir tomonni olish mumkindir. Lekin o'zida agar kritik mishleniya rivojlangan bo'lsa, ular chiqib keta oladi-da bu narsadan. Ayol tog'ni xohlasa, erkak bog'ni xohlasa, sizni tans terapiyangizda qanday yechimlar bor? Men so'rayman, bog'ni ichida nima bor? Tog'da nima bor? Nimani his qilasan bog'ga borganingda? Nimaga aynan tog'ni tanlayapsan? Nimaga turmush o'rtog'ing bog'ni tanladi, sen tog'ni tanlading? Yo'q, men o'sha momentda turmush o'rtog'i haqida biz gapirmaymiz. Bu qanday yaxshi? Turmush o'rtog'ini gapirilmasa g'iybat yo'q. Juda zerikarli suhbat bo'lar ekan sizda. Yo'q, voshshi zerikarli bo'lmaydi. Chunki muzika bor-ku. Ha, g'iybat qilsa ham eshitilmaydi shunda. Hozir aytib o'tayda, shuni aytmoqchi edim. Biz energiyamizda. Musiqa nima bu? Vibratsiya bu. To'lqin. Mana nima uchun to'lqin sizga kiradi-da va siz oson, yengil chiqib keta olasiz. Mungli qo'shiqda ham siz yashab o'tib bilasiz. Bizga aslida musiqa yordam beradi va musiqani biz eshitganimizda правый, левый полушарий juda ham yaxshi ishlashni boshlaydi. Bugun depressiyada turgan qizlarimizga, ayollarimizga bitta eng zo'r maslahatingiz qanday bo'ladi? Tekin maslahat. Faqat turib harakat qiling, bo'ldi. Harakat qilish kerak, ha. Raqsga tushadimi, mehnat qiladimi? Raqsga tushadimi, chiqib yuradimi, harakatda bo'lish kerak. Nimaga mana shu bilimlar kurs tariqasida sotilmaydi yoki nimaga bunga onlayn qanaqadir tashkillashtirib bunga guruh ochilib, Telegram hattoki kanalda qilinmaydi yoki bu rejangizda bormi? Bu qanday kechadi? Onlayn bor, lekin doim ochiqchasiga aytaman, offlayn 100 barobar kuchliroq bo'ladi. Chunki onlaynda ham o'ziga mustaqil ravishda yordam berishi mumkin. Masalan, agressiyada bo'ldi. Eshitib qoldi ota-onasini qanaqadir urush janjalini va bu bolaga ta'sir qildi. Yoki er-xotin urushib qoldi. Xullas, mana shu agressiyalarni, alamni qanday chiqarishni yo'llari bor. U yerda darsliklar, 8 ta darslik ichida hammasi kiritilgan. Yoshlikdagi bolalik travmalari bilan qanday ishlash kerak, lekin offlayn moshni ishlaydi, chunki men o'zim ko'rib turaman va ulardan обратный связь bo'ladi-da menda. Mana shundagina yaxshiroq natijaga kelish mumkin va men o'zim ham konsultatsiya qilaman, lekin ana shu bitta raqs terapiya sessiyasi bemalol 3 ta 5 ta konsultatsiyaning o'rnini bosa oladi. Siz bir nechta jabhalarda ishlab ketasiz. Raqs jarayonida albatta mutaxassisning nazoratida bo'lishlik bu ancha yuqori natija beradi demoqchisiz. Sizni nazoratingizda bo'ladi, ya'niki.
man ko'raman tana harakatida nima bo'layotganini. Ba'zilar aytadiki, yo'q, menga hech narsa ta'sir qilmadi, lekin uni yuzi aytib turadi. Masalan, transmeditatsionni praktikalar bor. Ko'zi yumilgan holatda bo'lishi mumkin. Men aytaman, aytib kelyapmanda, shu momentda qaysidir momentda yuzi tirishishni boshlaydi. Masalan, bu bo'lgan hodisa va bu ayol keyin kelgan seksualniy travmasi bilan kelgan menga. Yo'q, menga to'g'ri kelmaydi. Men 50 yoshimda mana bunaqa yoshlarning ichida emaklab yurishim to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, siz o'zingiz haqlisiz. Haqqingiz bor kelish kelmaslikka, tanlovga. Lekin men unda ko'rdimda. Va mani lekin haqqim yo'q uni chegarasidan o'tib unga aytishga. Shunchaki savol berishim mumkin. Yana nimalar bo'ldi? Qanaqa kechinmalar o'tdi? Va u yopilishni boshladi. Yo'q, menda hech narsa bo'lmadi va 2 kundan keyin o'zi keldida konsultatsiyaga, maylimi konsultatsiyaga kelsin. Va o'sha jarayonda keyin o'zi eslab aytdi. Asosan o'sha darsda triggerit qildi meni yoshligimdagi bo'lgan voqea. Tana ko'rsatadi-da. Chunki reptiliy mozg, qadimiy mozg deydilar. Bizdan tilimizdan oldin yuradi-da, u tana harakati orqali neverbalika birdaniga ko'rsatib qo'yadi. Hatto u embrionda yotibdi, shunaqa tirishdiki uni tanasi. Ko'rsatib qo'yadi. Men shunaqa paytda men ko'rsam bu narsani, ularga yanada yordam berishim mumkin, chunki o'zi anglamasligi ham mumkin-da. Siz darslaringiz asosan qaysi tilda bo'lib o'tadi? Chunki mana suhbatda bilamiz ko'proq rus tili so'zlaridan ko'proq foydalanasiz. Shuning uchun aytganimki, sizni kurslaringiz yoki sizga murojaat qilayotgan nima deydi, mijozlar qaysi tilda masalan olishi mumkin? Asosan hozir o'zbek tilida, 90% o'zbek tilida zaman bo'ladi. Oxirgi 3 yil ichida. Yana bir narsa qiziq. Bugun sizni aynan mana shu raqs terapiyaga kelayotgan ayollar Toshkent shahrining poytaxtimizda qaysi joylarda shu markazingiz joylashgan? Markazim Tashkent City'da joylashgan. Hozir T7 studiyasida. Hozircha faqat shu yerda. Haftada necha kun bo'ladi shunda? 2 marta bo'ladi. Vojoy. Chorshanba, shanba, yakshanba kunlari kunduzgi va kechki guruhlarimiz bor. Sizga tashrif buyuradigan ayollar, qanday ayollar mumkin emas tans terapiyada bo'lishi? Chegaralanganlar bor? Masalan, mana bu toifadagi ayollar umuman mumkin emas. Homilador ayollarni olmayman. Ayniqsa 3-trimestrda bo'lsa, ba'zilar juda ham xohlaydi. 1-trimestrda bo'lsa faqat o'zim nazoratim ostida bo'ladi. Agar unda kimnidir yo'qotgan bo'lsa, o'lim bilan ishlash kerak bo'linsa, ularni umuman yaqinlashtirmayman ham. Aytaman, siz qachonki bolangizni insonning qo'lingizga olib olasiz, men hech qayerga qochib ketayotganim yo'q, keyin biz kelib bu bilan ishlaymiz. Hozirgi vaqtda ayol kishi homiladormi, sizni bitta faqat yagona maqsadingiz bolani sog'lom dunyoga keltirishingiz bo'ldi. Va epilepsiyasi borlar. Shuningdek, nogironlar. Nima uchun shunaqa hodisa bo'lgan? Bir qizga kelmoqchi bo'lgan, meni lekin bukilmaydi degan. Qo'l oyoqlarim bukilmaydi. Bunaqa paytda bularni ichida u o'zini yanada yomon his qilishi mumkin. Shu uchun qabul qilmaganman. Qolgan paytda hammasi ham mumkin. Yoshini umuman farqi yo'q. Yo'q, umuman. Eng yoshi katta 68 yoshida. Oxirgi marta kelgani. Bu ajoyib. Va siz ishlatadigan musiqalar, siz eshitadigan qo'shiqlar ham menga hozir qiziq tuyuldi. Masalan, yoshligi bilan ishlaydigan bo'lsak, sho'x qo'shiqlar bo'lishi mumkin. Aynan shunaqa qiliqlar qilgisi keladi-da o'zi. Mana bunaqa qilgisi keladi, kulgisi keladi, mana bunaqa qilgisi keladi. Burningizni ham kavlashingiz mumkin. Kstati, menda mumkin bu narsada. Hamma kulishni boshlaydi. Keyin shunaqa o'yin tariqasida beraman-da u narsani, raqs. Masalan, keling emaklaymiz desam, qilmaydi, qilgisi kelmaydi ayollarni-da. Davaychi biz yoshligimizga tushamiz. Kimning bolasi bor? Mani bolam bor. Qanaqa qiliqlar qiladi? Mana shu qiliqlar qiladi. Bo'ylisizlar qilib ko'rsatib turasizlar. Именно shu qiliqlarni qilamiz-da. Bu menga nima uchun kerak? Aslida mana bu челюстной zajimni ishlatish kerak. Baqirishimiz, til chiqarishda juda ham ko'p katta gap bor. Mana bu og'izda prям bo'shashtirishni boshlaysiz. Tilni maksimalni, kstati, yogada ham bor bu narsa. Tashqariga chiqargan paytingizda ko'pchilikni ko'ngli aynishi boshlaydi, nimadirlar esiga tushishi boshlaydi va bu shunaqangi bir-biriga bog'liq mexanizmki, o'zim ham hayron qolaman. Va aynan shu qo'shiqqa kelganda biz yoshligimiz o'ynayotgan paytda ko'pchilikni yig'lashi boshlaydi.
nimaga yig'lagim kelyapti? Потому что biza mana bu bloklarni, zajimlarni olib tashlayapmizda. O'sha yoshligiga tushgan, keyin emaklashi, men aytaman, kimnidir pampersi sasyapti. Давайте endi hidlaymizda. То есть bu ham muhim. Hidlashda. Выдохni ovoz bilan qiling va ko'pincha shuni guvohi bo'laman, ayollarga aytaman, ovoz bilan chiqaring shu выдохni. Yo'q. Og'zi yopiq, yumuq turadi. Shunchalik darajada biza urushgan paytda balkim shalaqlik qilish mumkin eri bilan, qo'shnisi bilanda. O'ziga kelganda mana shu ichingizdagi og'riqni chiqaring, выдох orqali ushlab turadi. Yana bir narsa qiziq bo'ldi. O'zbek shou biznesidagi qaysi san'atkorlarning qo'shiqlaridan ko'proq foydalanasiz? Sevara Nazarxonni. Baxtiyor Yurak, keyin Otajonim qo'shig'i, balkim bu menga kuchli rezonans bergani uchunmi shularni. Keyin ota-ona haqidagi qo'shiqlarni, Shohruxxonniki, yana bir qo'shiqchi bor. Esimdan chiqib ketdi ismlari. Ularning qo'shiqlaridan foydalanasiz. Sevara Nazarxonniki menga ham o'rgating degan yana bitta qo'shig'i bor. Hozir his qilyapman, u qadar sho'x qo'shiqlar emas-ku. Qo'shiqlari ham bor, latinoamerikanskiy qo'shiqlar bo'ladi. Yo'q, sakrab ham o'ynaymiz, baqiramiz, to есть chiqarish kerak-da bu narsalarni hammasini. Keyin shunaqa maxsus meditatsiya uchun binauralniy ritmlar bor, bulardan foydalanaman. Va bu har xil mana shunaqasiga prям juda ham amplituda borib keladi. Pastga ham tushamiz, tepaga ham chiqamiz. To есть men ularni yaxshigina miyasini chayqab, psixikasini o'ynatib, tanasiga tushirishim eng muhimi. Chunki biz hozirgi kunda his-tuyg'u haqida gaplashmaymiz va sevgidan ancha uzoqlashganmiz. Sevgi faqat tilimizda bo'lib qoldi. Haqiqatda emasda. Mutaxassis sifatida nima deya olasiz? Yana qancha yillardan keyin o'zbek ayollari aynan mana shu tans terapiya bilan minglab insonlar shug'ullanishi mumkin yoki siz stadionlarda 3 minglab, 5 minglab ayollarga dars berishingiz mumkin. Bunga qachon bizning o'zbek ayollari yetib keladi? Yetib boradi. Bashorat sifatida ayta olasizmi? Yana mana buncha yildan keyin. Yo'q, ayta olmayman. Ayta olmayman. Sabab? Bilmayman, men xudo emasman. Qanday bo'lishini. Men tilashim mumkin. Har bir ikkinchi emas, har bir ayol, har bir xonadonda nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar, xursandchilikda ham raqsga tushing, bironta bir muammo bo'lganda ham raqsga tushib chiqarib yuboring. Hammamiz qo'limizda telefon bor, muzika bor, defitsit emas bu. Siz qila olasiz bu narsani. Va doim shu narsa esimga tushadi, o'sha qizcha tizzalarim, qo'llarim bukilmaydi. Kela olamanmi deganda menga yo'q deyish juda ham qiyin bo'lganda o'sha qizga. Sizda bu imkon borku, qiling, sakrang, o'ynang, raqsga tushing va bunda har bir insonda bu uchun imkoniyat bor. Men aytaman, keling, raqs terapiyasiga keldingizmi, men hamma kartalarni ochaman. Men har doim aytaman, mana bu holatdan chiqaradi, mana bu praktika bu holatdan chiqaradi, mana bu yerda senga bunisi yordam beradi. Mana senga olginda butun hayotingni ham ishlatgin, kerakli vaqtda ishlatgin, bolalaringni ham o'rgatgin. To есть meni niyatim bu menga tobe qilib bog'lab qo'yib, keyin doimiy ravishda men darsimga keling emas, yo'q. Va viloyatdan agar menga chiqsa, shogird olasizmi deb men xursand bo'laman. Aytaman, Aleksandr Lovinni o'qing, Vilgelm Rayxni o'qib keling, bo'ldi. Dal shu men sizga ko'rsataman deyman. Ularni leksiyalari, darsliklari shunaqangi zerikarliki, bo'ldi, shu bilan jim bo'lib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Lekin men xohlardim har bir viloyatda ham bo'lishini. Aynan mana shunaqa masterlarimiz, mutaxassislarimiz. Lekin yana bir narsa, sohangizga pozitiv fikrlar bo'lgan kabi negativ fikrlar ham yo'q emas. Masalan, ko'proq erkaklar aqlda bo'lgani uchun ularga erish tuyuladi. Mana yaxshi kayfiyatda bo'lasizmi, yomon kayfiyatda bo'lasizmi, o'ynang, sakrang dedingiz. Ahmoqona ko'rinish chetdan qaragan odamga. Bu endi ahmoqlik boshqa ish yo'qmi? Endi mana shu ham bir yo'nalish bo'lib kirib kelsa, yana bir o'ynab, xohlagan kayfiyatda o'ynalishi. Mana shunaqa salbiy fikrlarga siz munosabatingiz qanday bo'ladi? Hozirgi kunda biz shunchalik jistoki yangiliklarni ko'raverganimiz sari o'rganib qoldik. Nimada kimnidir o'ldirdi, urdi, yiqitdi, zo'ravonlik, emotsional zo'ravonlikka, fizikiy zo'ravonlikka norma deb qarayapmiz-da. Shunga kelib qolyapmiz уже. Mana bu hech kimga hech qanday zarari yo'q. Men masalan darsimga kelgan ayolga eringiz uxlab yotganda xiyonat qilgani uchun skоворodkani qizdirib bitta soling demayman. Bu yerda hech kimga hech qanaqa ziyoni yo'q. Nimaga buni
tanlamaslik kerak ekan. Hammani o'zini tanlovi bor va albatta yana o'zini saviyasidan kelib chiqib tanlov qiladi, fikr yuritadi. Yaxshi kayfiyatni ushlab turish, yaxshi kayfiyatda bo'lish uchun mana muntazam sportdasizda. Baribir tana harakati ham sportning bir turiga kiradi. Qaysi harakat bo'lsa ham baribir tana harakati ham bu sport. Bu qadar 24 soat sportning ichida, ya'ni raqsning ichida bo'lmasangiz kerak. Shaxsiy hayotingiz bor, oilangiz bor, boshqa bor. Bizni hozir kuzatayotganlar bu shunchaga ko'tarinki kayfiyatda pozitiv turibdi. Shunda faqat o'ynaydimi? Kunni qaysi qismi sizni faqat raqs bilan band bo'ladi va siz raqsga tushmaydigan kunlaringiz yoki shug'ullanmaydigan kunlaringiz nima bilan bandsiz? Har kun raqsga tushmayman. Mana hozir boshlashimizdan oldin menda ham hayajon bor. Qanaqa o'tadi, nima? Men tushib olishim uchun raqsga tushdingiz va bu obyektivga qarab aytaman, aynan mana shu raqsni ko'rasiz. Qo'yamiz buni. Nima uchun? Mana kim nima deydi? Hozir shuncha yigitlar bor-da, men bu yerda kafeda ham insonlar bor. Albatta bo'ladi, "Oy, kim nima deydi?" Menga umuman farqi yo'q. Faqat sen borsan, seni ichki holating bor, Miron Shoh bor. Mana shu yerda hozir shunaqa sevgida o'tsin, davaki shuni yarataylik, seni ichingdagi shu kuch, sevgini ham sen yarata olasan-ku-da. Qayerdandir kutishim shart emas-ki, mana nima uchun men baqirib ham oldim, raqsga ham tushib oldim. Ekspertimiz ko'rasizlarmi? Suhbat oldi o'ylaysiz, jiddiy o'tiradi. Yo'q, hech jiddiy o'tirmaymiz biz, masaqa. To'lqinimizga tushib olishimiz uchun shunaqa bo'ladi. Ertalab uyg'onishim qanaqa bo'ladi? Bu уже kirib qolgan ritualga. Shunday uyg'onganimda yotgan joyimda kerishamanda, "Сегодня у меня начинается самый успешный мой день. Мяу" deyman. Вот всё sizda уже boshqacha bo'ladi holat. Da yotamanda qarang, mana shu paytda teta volna hozir adashishim mumkin. Miyamiz teta alfa volnalarda bo'ladi-da, hali siz oxirigacha uyg'onmagansiz. Ana shu paytda 3 sekund ichida kunimni qanday o'tishini xohlardim. Ana shunga shunday bitta urg'u qarataman-da. O'sha shukronalikda keyin turaman. Va odatiy boshlanadi. Bolalarimga zavtrak qilish, maktabga yuborish, keyin o'tirib dars qilaman, New Way'da o'qiyman, undan tashqari yana onlayn o'qishim bor. Ikkita joyda o'qiyman. Undan tashqari yana mana dans terapiyam boshlanadi. Xullas, onalik ham bor. Bolalar bilan o'tirib dars qilish. Yarim kecha esiga tushib qolishi mumkin. 12da. Mama, ты мне должна была вот это нарисовать, то есть chizaman hamman, tikish ham qilaman. То есть bolalar bilan bog'liq bo'lgan narsa. Ovqat qilishga har doim ham ulgurmasligim mumkin. Zakaz qilaman, lekin ovqat ham qilaman. То есть вот qanaqa oddiy ayol qanaqa yashasa, xuddi shunday yashayman. Nima uchun dans terapiya o'zimga kerak deyman? Вот mana shunday kerak o'zimga. Честно sizga aytaman. Chunki guruhda ishlagan paytda maksimalna shunaqa energiya boshqacha bo'ladi. Qo'shilib ular bilan yig'layman ham, meniki ham uyg'onadi-da, to есть o'tmishdagi qaysidir og'riqlar yashab o'tgan bo'lsam ham qaysidir plast uyg'onadi-da. Xudoga shukr deyman, bo'la bunisidan ham chiqib ketamiz-da. Mana nima uchun raqs terapiyasi o'zimga shunaqa ham kerak, o'zim ham intiqlik bilan kutaman. Bu ajoyib. Kasbini sevishlik va unga jonini fido qilib, ular bilan birgalikda shug'ullanishlik. Bugungi tasvirga olinish jarayoni Toshkent City hududida joylashgan BNB restoranida bo'lib o'tmoqda. Siz bu yerga oilangiz bilan, yaqinlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan tashrif buyurasiz. Bu yerdagi taomlar, ishoning, sizni dimog'ingizda, qalbingizdan joy oladi. Chunki qalbdagi suhbat aynan mana shu joy tanlanishini boshqa sabablari yo'q edi. Biz hozir ayni paytda bu joyda tayyorlangan shiringina ta'sir kofeni taklif etamiz va undan keyin suhbatimizni go'zal tarzda davom ettirsak ham bo'ladi. Rahmat. Bitta so'z emas. Ой, спасибо. Какая красота и любовь тут. Bir narsa hayolim keladi. Porno filmlarini ko'rishlikni xuddiki ba'zi bir erkaklarga taqiqlash kerak. Seriallarni ko'rishlikni ba'zi bir ayollarga taqiqlash kerak. O'sha filmni ko'rganda erkak o'sha narsani ayoldan talab qilib, mojaro kelib chiqishi mumkin. Serialidagi ana romantik bir erkakni tasavvur qilib, turmush o'rtog'iga har xil xarxasha qilib, ayollar sovishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz bu fikrimga? 200% qo'shilaman. Вообще zo'r fikr. Действительно, men umuman ayollarga aytaman, qaramang serial, yomon yangiliklarni umuman qaramang. Chunki bu bizani miyamiz hamma narsani zapis qiladi. Oshqozonimiz
hazm qiladi, biz bilamiz qayerdan chiqib ketadi отходlar, miyada unaqa funksiya yo'qda. Hammasini saqlab qoladi. Hammasi zapis bo'ladi va bu kerakli vaqtda keyin chiqaveradi. Fayllar. Eng qizig'i qarang, ayollar o'sha serialdagi qahramoniga o'xshagan erkakni talab qilayotgan paytida yaxshiroq e'tibor bersin serialga. Serialdagi erkak tirikchilik uchun ko'chaga chiqqani, kimlar bilandir tortishgani, bozordan bozorlik qilgani bu hech biri yo'q. Erkak chiroyli kiyinib, ayolga gul bergan, qaysidir ma'shuqasining orqasidan yurgan. Uni ishi shu. Xuddiki ayollar o'ylaydiki, erkak kishi ko'chaga chiqib shunaqa qilib chiroyli kiyinib yuradi. Uni talab qilishi bu qadar og'ir erkak kishi uchun. Bizning xayolimiz, ya'niki jamiyat erkaklarining ayoli topayotgan mablag'i, puli hammasi oilasini kelajagi uchun quriladi. Xayoli shunda bo'ladi. Unga gul olib kelishi vaqtida yoki tug'ilgan kunda o'z vaqtida tabriklamasligi, ba'zida yoddan chiqib qolishligi bu ayb hisoblanmaydi. Ayb emas va men shu joyda doim aytamanki, bir necha marta aytish mumkin. Bizani miyamiz shunayda, ayollarni bir vaqtni o'zida bir nechta funksiyani bajarishimiz mumkin ekan. Ovqat pishirib turib, bolangizga yordam berishingiz mumkin. Yana keyin farzandingiz qaysidir to'garakka borishi kerak, unga ham taksi chaqirib yoki uni gaplashishingiz mumkin. Erkak kishida unaqa emasda. Va shu uchun vaqtida unga eslatib turish norma. Men unga ishora qilib qo'ydim. Aytmadi-yu, shuni aytsang nima bo'ladi? Yo'q, o'zidan bilib qilsin. Mana bu narsalar ham keyin konfliktga olib keladi. Bu ham ayollarda yuz beradi-da, miyasida, ongida bu qadar ko'p narsani bir vaqtda o'zida o'ylaysizki, xuddiki erkak sizning ichingizdagi narsani rengingdek ko'rib turgandek. Xo'p, endi yana bir narsani kelishib olaylik siz bilan gaplashib. Bu kursga kelib ayollar bir sevgida yayrab, hamma o'sha og'riqlarini sizni tilingizda o'sha agressiyalarni tashladi. Uyga sevgida yorug' yuz bilan go'zal tarzda bordi, yaxshi kayfiyatda bordi. Bu erkakka ayolning kayfiyati kerak xolos, boshqa narsa kerak emas. Xo'p, bunga to'lovlar qanday amalga oshiriladi va bu nimalar inobatga olinadi? Uni qimmatligi, arzonligida o'sha nimalarni nazarda tutib, mana shu kurslarning narxi belgilanadi. Ya'niki bu kurs mana shuncha so'm ekan, mancha qimmatligi, arzonligi bizda bor-ku, baribir sizlarda ham bo'ladi. Nimani evaziga kurslarning narxi belgilanadi? Studiyani arendasi. Keyin buni o'rtada ishlaydigan menejerlar. Mani ish faoliyatim va tajribangiz shuncha yillik soatda mana bular hammasi bugungi kunda kelib 2,5 soat ishlaydiganim 650 ming so'm belgilandi bu chegirmada. 650 ming so'mga o'shanda bitta darsga kela oladi. Bitta darsga kela oladi. Va biz juda ko'p temalar bilan ishlaymiz bu yerda. Xo'p, yana bir narsa keling. 50 tagacha praktikalar bo'ladi. Xo'p, qarang. Zallarga borsangiz, suzish havzalariga borsangiz, bitta dars qaysi ma'noda tekin. Bitta darsga kelib ko'ring, marhamat sizga yoqsa, keyin siz davom ettirishingiz mumkin bo'ladi deydi. Sizda shunaqa bormi? Yo'q, hozir yo'q. Kelajakda bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Hech bo'lmasa 15 daqiqa bo'lsa ham ayollarga shunaqa e'tibor qaratish kerak. 15 daqiqa ichida marhamat kuzatish uchun. Mayli ishtirok etmasin. Bitta darsimizni 15 daqiqa yoki yarim soat master-klassda beraman bu narsani. Master-klass, hattoki bu bitta chashchkangizni kofeni narxi bo'lishi mumkin-da. Master-klass qilganimda u yerda 100 ta odam yig'ilishi mumkin, 50 ta odam yig'ilishi mumkin va bu yerda ko'rsataman nima etaplardan iborat. Hattoki o'sha jarayonni o'zida ham qancha rezultatlar bo'ladi. Men hech qachon aytmayman, bu faqat menga tegishli demayman. Men bor yo'g'i sizlarga ko'prik sifatida xizmat qilib beraman, lekin siz qachonki urasiz, siz qachonki harakat qilasiz, palitsa udarishda, o'shandagina sizda natija bo'ladi, natija doim bo'ladi. Siz buni осознанно, ongli ravishda hammasini, 3 ta aspektni birga qo'shib ishlashingiz kerak. Qalbingiz, tanangiz, ongingiz ham. Yana bir narsa so'ramoqchiman. 3 ta belgi ayting. Mana shu belgilar bor ayollar albatta tansiq terapiyaga kelsin deb ayta oladigan, ishonch bilan ayta oladigan belgilarni ayting. Bugun tansiq terapiyaga bu qadar unda ehtiyoj baland bo'lsinki, u bilmasin yechim borligini. Siz hozir 3 ta belgi ayting. Mana shu 3 ta belgi o'sha ayolda yoki o'sha qizda bor. U albatta kelishi kerak. Hayotidan norozi, o'zini tanasidan norozi, eri bilan munosabatlari umuman yaxshi bo'lmasa, buni ichiga avtomatik butunlay hamma munosabatlar kiradi. Ota-ona bilan ham, farzand bilan ham. Men shu yerda hattoki boshqacha ham aytish mumkin. Munosabatlari, ayollik energiyasi,
bu bizada bor o'zi anima animus erkaklik ham ayollik ham energiyasi bor, faqat buni balansga olib kelish kerak. Buni biz tashqaridan qayerdandir ololmaymiz. Kuch bor bizada, energiya bizga doimiy ravishda beriladi. Mana shuni balansga qo'yib keyin yashash. Bu tansterapiya esa u tushunib oladi o'zi. Hamma kerak emas sarqit narsalar chiqib ketgandan keyin sizga yangisi kelaveradi. Va siz xohlaysizmi yo'qmi, ayollik energiyasi bilan ishlaganingizdan keyin seksualnost prarabotka bo'laveradi. Bizada nimagadir seksualnost so'zini eshitsa, xuddi bu jinsiy aloqa deganidek. Yo'q, aslida bu жизненная energiya degani. Toki bor ekan mana shu sizga hayotga qiziqish bo'ladi. Hayotiy quvvat degani ya'niki. Bu prям hayotiy quvvat, men yozib qo'yishim kerak ekan buni. Mana shu hayotiy quvvat paydo bo'lgandan keyin sizda qiziqish bormi, demak sizga pul patogili ham ochilishni boshlaydi. Ayollar bilan ishlaganim uchun men doim aytamanki, siz birinchi o'ringa pulni qo'yib qo'ymang. Bizada bo'ladi-da bu narsa. Erkak kishidan xafa bo'lgan paytingizda pulni ustun qo'yib qo'yasizda, erishasiz. Mana shunday erishadi ayol kishi xohlasa. Karyeraga qaratsa, juda ham oson erishadi. Erishadi, lekin o'sha senga tatiydimi? Mana nimada har xil kasalliklar boshlanadi. Shuning uchun men aytamanki, kelinglar birinchi shu munosabatni qo'yaylik. Ayol munosabati, farzand munosabati qo'yaylik, a dальше уже по вытекающей bo'ladi-da. Qancha savol bersa, mana shuncha qiziq javoblar keladi, chunki ekspertlarim ichida tansterapiya bilan shug'ullanadigan, buni faoliyatini olib boradigan menimcha birinchisi, bu taraflarda tarixda qoladigan bir jarayon. Shuning uchun ham bemalol ishonganlarimizni, yaqinlarimizni va xonadonimiz bekalarini, ya'ni ayollarni bu terapiyaga taklif qilib yoki aynan mana shu podkastni ularga ko'rish uchun silkalarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Va shu joyda bir alamli tarafi, hayotiy quvvatni oladigan master hali erkaklar tarafidan men hali ko'rmadim. Ular bo'ladigan bo'lsa albatta men taklif etaman va ular bilan ham ajoyib suhbat qilishimiz mumkin. Chunki hayotiy quvvat degani insoniyatki hammasiga bugungi kunda juda ham zarur deyman. Bugungi ajoyib suhbatimizni chiroyli tarzda o'tishga bizga yordam bergan Toshkent City hududida joylashgan B&B restorani va unda go'zal tarzda bizni kulgulari bilan o'ziga rom qilib kelgan va qanday vaqt o'tganini bildirmasdan o'zini to'lqinida olib o'tirgan Nandini bo'ldi. Xush kelibsiz. Rahmat. Mironshah, благодарю. Прям идеальные вопросы. Прям в точечку. И men o'zim ham bilmadim, что nimalar chiqadi, qanday bo'ladi. Настолько man o'zimdan so'raydilar-ku. Aytib bering deydi-ku. Informatsiya ko'pligidan men masalan по полочкам aytolmayman raqs terapiyasi. A siz shunchalik раскрывать qildingizki, просто этот olqishski. Rahmat. Yana bir bor xush kelibsiz. Благодарю. Qahvaga marhamat. Mazza qilib qahva ichamiz endi. Спасибо.